Xo'jayin bemalol yaxshi ketyapsizmi? Yo, oyog'ingizcha siqilib qoldi. Yana ozgina tortish iloji bormi? Yo'q, xo'jayin oxirida turibdi lekin, eng oxirida. Ha, yo'q. Nima? Korxona sakrashinaga tushdi-da, ishchilar sal qisqartirish kerak. To'xtat, mashinani to'xtat. Xo'jayin yaxshi ketyapsizmi endi? Ha, yaxshi. Ana sakrashina bizga emas ekan, yonimizdagi korxonaga ekan. Xo'jayin, 1 minutga mumkinmi? 1 minutda qoyil qoldira olasanmi meni? Ha. Xo'jayin, bular Monno bolalar terini parvarishlovchi mahsulotlar. Germaniya xomashyosidan ishlab chiqariladi, xo'jayin. Gipoallergen. Bola tug'ilgandan ishlatsa bo'ladi, xo'jayin. Bu ani taglik kremidan tortib, to kir yuvish vositasigacha bor, xo'jayin. Bo'riboyvachcha shunaqalarga loyiqda, xo'jayin, eng zo'ridan bu. Menga podxodda endi bu. Xo'jayin, aslo unaqa emas. Sizni akamdek ko'raman. Endi akamning o'g'liga sovg'a bera olmasam uyatda, xo'jayin. Chin ko'ngildan. Ha, yaxshi. Nimami? Nech pul edi oyligi? 15 million, xo'jayin. Yo'q, 20 edi shekilli. Rahmat xo'jayin, rahmat. Men ish qilayapman, xo'jayin. Sen ham ishlaysanmi? Yo'qmi? Yo, ketib yuraverasan. Ishlayman xo'jayin. Mana nimadir olib kelaman. Yo, gap olib kelishda emas, bunday ishlasham kerak-da. Xo'jayin, o'rmondan kiyik tutib kelganman. Hozir pishyapti, maza qilamiz-a? Yana kiyikmi? Jonga tegdi. Bitta ish eplolmaysan. Nima yegiz kelyapti, xo'jayin? Nima tutib keling? Yo'q, shunaqa bo'ptimi? Yomon qiladi. Yaxshi kadrga o'xshayapti. Bilchi biz korxonada ishlarmikin. Bo'ldi hozir. Xo'jayin gaplashdim. Ishlarga diplomi yo'q ekan lekin. Ha, diplom kerak emas. Yonimda kulib tursa bo'ldi. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Xo'jayin kamchilik bo'lmadimi? Zo'rmi? Bir kun uxachisiga chochini oldirib, zubachisiga bo'lib qoldi. Ko'rdingmi? Kadr tanlashni bilamanmi? Tuzi yurakur, o'rnimizni egallab oladi hozir.